Toshkentda GAIdan qochgan Gentra o'nlab mashinalarni pachaqlab tashladi. Farg'onada tushida ayolining xiyonatini ko'rgan erkak uxlab yotgan xotinini pichoqlab tashladi. Putin Gerasimovga barcha harbiy harakatlarni to'xtatishni buyurdi. Rossiyada 100 ga yaqin dezerter yana harbiy qismdan qochishga urindi. AQSh Yevropa va Kiyev bilan shu haftada sulhga erishmoqchi. AQSh Ukrainaga yangi harbiy yordam ajratmoqchi emas. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Toshkentda YPXdan qochib o'nlab mashinalarni urib ketgan Gentra haydovchisi ushlandi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizlik xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 19-aprel kuni tongi soat 7:30 larda Chilonzor tumanidagi chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori yo'l transport hodisasi sodir etib voqea joyidan yashirinishga uringan Lacetti'ga to'xtash ishorasini bergan. U to'xtash ishorasiga bo'ysunmay ikkita Damas'ga texnik shikast yetkazgan holda qochishga uringan. O'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan yana bir nechta avtomashinaga shikast yetkazgan. Ko'rilgan choralar natijasida mashina to'xtatilib, haydovchi va yo'lovchilar tekshirilganda noma'lum moddalar borligi aniqlangan. Haydovchi ayol mashinani narkotik modda ta'sirida boshqargan. Ayol qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirdi. Hozirda haydovchi va bir nafar yo'lovchi ushlangan. Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'onada erkak tushi sabab uxlab yotgan xotinini o'ldirdi. Ma'lum qilinishicha, voqea sodir bo'lgan tunda xotin odatdagidek uyquga ketgan. Ular orasida kelishmovchilik yoki janjal bo'lmagan. Tongi soat 4:30 larda tushida ayolining xiyonatini ko'rgan erkak uyg'onib ketgan. Bu vaqtda ayol uyquda bo'lgan. Yostig'i ostida pichoq olib uxlashga odatlangan erkak ayolini 13 marta pichoqlab o'ldirgan. Harakatlari xato ekanini anglagan erkak tibbiy yordamga o'zi murojaat qilgan. Shifokorlar kelganda ayolning joni uzilgan bo'lgan. Sudda aniq bo'lishicha, sudlanuvchining bu kabi gumonlari o'sha kuni paydo bo'lmagan. Avvaldan ayoli bilan asossiz gumonlar sabab janjallashib kelgan. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. 3 nafar farzand esa ham otasiz ham onasiz qoldi. Putin Gerasimovga barcha harbiy harakatlarni to'xtatishni buyurdi. Vladimir Putin Pasxa munosabati bilan otash kesim e'lon qildi. Rossiya Pasxa bayrami munosabati bilan Ukraina bilan urushda 30 soatlik otash kesim e'lon qildi. Bu haqda prezident Vladimir Putin ma'lum qildi. Gumanitar nuqtai nazardan bugun soat 18:00 dan boshlab, yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi soat 00:00 gacha Rossiya tomoni Pasxa tanaffusini e'lon qiladi. Bu vaqt davomida barcha harbiy harakatlarni to'xtatishni buyuraman, dedi Putin RF qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov bilan uchrashuvda. Rossiya prezidenti Ukraina tomoni Rossiyadan namuna olishiga umid bildirdi. Shu bilan birga bizning qo'shinlarimiz tanaffusning raqib tomonidan ehtimoliy buzilishlari va provokatsiyalar bo'lishiga, uning har qanday agressiv harakatlarini qaytarishga tayyor turish kerak, dedi u. Vladimir Putin shuningdek AQShning mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga intilishlarini olqishlashni qo'shimcha qildi. Ukraina tomoni hozircha Rossiyaning tashabbusiga munosabat bildirmadi. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump rossiyalik hamkasbidan Ukrainada o't ochishni to'xtatish taklifiga shu hafta oxirigacha javob olishni kutayotganini aytgandi. Rossiyada 100 ga yaqin dezerter yana harbiy qismdan qochishga urindi. 18-aprel juma kuni kechqurun Rossiyaning Baza va Осторожно Novosti Telegram kanallari avvalroq o'z qismini ruxsatsiz tark etganlikda ayblangan 100 ga yaqin harbiy xizmatchi Krasnodardagi harbiy komendaturadan qochishga uringanini xabar qildi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bu askarlar maxsus o'ralgan hududda saqlanayotgan bo'lsa-da, ular panjarani buzib komendaturaning asosiy hududiga chiqqan. Keyinroq bazaning aniqlik kiritishicha 7 nafar askar harbiy qismni tark etishga muvaffaq bo'lgan va ulardan 4 nafari tez orada qo'lga olingan.
Krasnodar-i Kray Telegram kanalida qochib ketgan 3 shaxsning tavsifi e'lon qilindi. Ular hali ham qidirilmoqda. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, ular qurolsiz. 3-Trudovaya ko'chasida transport harakati to'xtatildi. U har tomondan to'sib qo'yilgan. Xavfsizlik kuchlari barcha mashinalarni tekshirmoqda, deb xabar berdi RBK. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Krasnodarda harbiy xizmatchilarning qochib ketish ehtimoli haqidagi ma'lumot tekshirilayotganini ma'lum qildi. AQSh, Yevropa va Kiyev bilan shu haftada sulhga erishmoqchi. AQSh joriy haftaning o'zida Yevropa va Kiyev bilan Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishmoqchi. Bu haqda Amerika ma'muriyatining yuqori martabali vakili The New York Post nashriga bergan intervyusida so'z ochdi. Bu hafta Londonda biz o't ochishni to'liq va keng qamrovli to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilmoqchimiz, degan nashr suhbatdoshi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarda AQSh, Ukraina, Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya vakillari ishtirok etadi va yangi kelishuvlar ko'rib chiqiladi. AQSh vakilining qo'shimcha qilishicha, Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umarov AQSh rasmiylariga Kiyev AQSh prezidenti Donald Trampning Parijda davlat kotibi Marko Rubio va 2 maxsus vakil tomonidan taqdim etilgan tinchlik tashabbusini 90% qo'llab-quvvatlashni aytgan. Ma'lumot uchun, o't ochishni to'liq to'xtatish joriy yilning 17-aprel kuni Parijda AQSh, Ukraina va Yevropa davlatlari vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarning asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak muzokaralarni juda mazmunli deb atagan. Ukraina rasmiylari mart oyida Saudiya Arabistonida AQSh delegatsiyasi bilan uchrashuvda bildirgan pozitsiyani takrorlagan. Moskva ham shunday qilsa, Kiyev sulhga rozi bo'ladi. Kreml Rossiya o't ochishni to'xtatish zarurligini qo'llab-quvvatlashini, biroq bungacha Ukrainani harbiylashtirish bilan bog'liq bir qator savollarga javob berish kerakligini aytgan. AQSh Ukrainaga yangi harbiy yordamni ajratmoqchi emas. AQSh Oq uyida Ukrainaga navbatdagi harbiy yordam paketi bo'yicha jiddiy munozaralar deyarli yo'q, deb yozmoqda The New York Times Kongressdagi Kiyev tarafdorlariga tayanib. Nashrning yozishicha, Yevropa rasmiylari ham AQShdan razvedka ma'lumotlarini Ukrainaga uzatishda davom etishlari haqida kafolat olmagan. The New York Times ta'kidlashicha, yaqinda Ukraina bilan munosabatlarda Oq uy odatda nima berishni rejalashtirayotgani haqida emas, balki nima olish haqida gapirmoqchi. Bir kun avval AQSh prezidenti Donald Trump agar mojaroni hal qilish bo'yicha muzokaralar natija bermasa, Kiyevga harbiy yordam yetkazib berishni to'xtatishi mumkinligini aytgan edi. Davlat departamenti agar tomonlardan biri yoki ikkalasi hamkorlikdan bosh tortsa, Washington mojaroni hal qilish bo'yicha sa'y-harakatlarga boshchilik qilmoqchi emasligini tasdiqladi. The Economist nashrining yozishicha, Trumpning yordamchilari Yevropaning Ukrainani mustahkamlashga qaratilgan harakatlaridan to'ygan. Avvalroq Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas 2025-yilda Yevropa ittifoqi Ukrainaga o'tmishdagidan 15% ga ko'proq harbiy yordam ko'rsatishiga va'da bergandi.